Assalomu alaykum qarindoshlar. Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun divanglik kasali va Alzheimer kasali to'g'risida qisqacha bir tushuncha berib o'tmoqchi. Hammanglarning diqqat berishini umid qilaman. Divanglik kasali deganimiz xotirasini yo'qotish qatorliq aqliy iqtidorning chekinishi sababidan paydo bo'lgan har xil alomatlarni ko'zda tutadigan bo'lib, u bir necha yoshirin kasallik va miya benormalligining alomatidir. Divanglik taq bir kasallik emas, balki u esda tutish, aloqa qilish va tafakkur qilish to'salg'uga uchrash qatorliq alomatlarni tasvirlaydigan umumiy atalg'u. Ya'ni mundaq aytgan vaqtida shu xil alomatlar mavjud bo'lgan bir necha kasalliklarningki o'rtaq atalishi. Bu divanglik yoki divanglik kasali deb ataladi. Divanglik kasalining dastlabki alomatlari. Bu divanglik kasali ost xarakterlik bir kasallik bo'lib, uning taraqqiyotiga uzun bir mezgil ketadi. Ya'ni bu divanglik kasali rasmiy boshlanishdan burun insonlarda qandoq dastlabki alomatlar bo'ladi degan vaqtida bu kasal rasmiy boshlanishdan burun o'xshamagan kishilarda o'xshamagan alomatlar ko'riladigan bo'lib, ularning asosligini tövendeki 10 tarafga yig'inchoqlashga bo'ladi. Birinchisi qisqa muddatlik esda saqlashdagi o'zgarish. Ya'ni 5-10 minutdan burun qo'ygan narsani topolmaslik yoki bo'lmasa nima demoqchi bo'lganligini damalliqqa o'ylayolmaslik yoki bo'lmasa bir ish esiga kelib damalliqqa uning o'ziniki esidan chiqib ketish, ya'ni 5 minutdan burun nima o'ylayotganligi yoki nima deyotganligini esiga ololmaslik. Bu xil ahvollar hamma odamda ko'rilishi notayin, lekin shu divanglik kasaliga taraqqiy qilishninki dastlabida ba'zi kishilarda bu xil alomatlar ko'rildi. Ikkinchisi kayfiyatning o'zgarishi. Ya'ni burun shu ro'y jihatdan sog'lom insonlarda ba'zi o'zgarishlar bo'lishi, bo'lib kayfiyatining egiz bo'lishi yoki oson ranjishi, oson xafalashdek ba'zi ro'y kayfiyatdagi o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Uchinchisi muvofiq so'z tepishda qiyinlashish. Ya'ni nutq so'zlayotgan vaqtida yoki boshqalar bilan paranglashayotgan vaqtida damalliqqa muvofiq gap topolmaslik yoki jumla orasidagi ba'zi atalg'ularni damalliqqa topolmaslikdek ahvollar ko'rildi. To'rtinchisi beparvolik, ya'ni turmush yoki xizmatda ba'zi narsalarga jiddiy qaramaslik yoki turmush va xizmatda ritmsizlik degidek ahvollar ko'rildi. Bo'libmi burun shu radlik, tartiblik, sistemalik ish qiladigan odamniki odatlarda ba'zi beparvolikdek o'zgarishlar ko'rilishga boshlaydi. Beshinchisi qaymoqish. Ya'ni o'ziniki tafakkur ya qilmishida ushtumtut o'zgarish bo'lish yoki shu muhitga moslashmaydigan so'z harakat va qilmishda bo'lish yoki bo'lmasa o'ziniki tafakkuri, o'y fikrlarida darhalla yo'linishi o'zgarib ketish degan ahvollar ko'rilishi mumkin. Oltinchisi o'xshash so'z yoki o'xshash harakatni takrorlash. Ya'ni boshqalarga bir narsa tushundirgan vaqtida yoki bir ishni qilgan vaqtida o'xshash so'z yoki o'xshash harakatlarni qaytalash. Misolanga ish qilgan vaqtida ikki qulp saplab, yana qulp sapmagandek his qilib qaytib kelib ikki qulp silish yoki ikki qulp silinganligini yana bir qitim tekshirib chiqish
degandek ahvollar. Yettinchisi izchillik qilishish, ya'ni bir ishni uzun muddat davomlashtirgan vaqtida uni davomlashtirolmaslik yoki oson voz kechishdek ahvollar ko'rilishi mumkin. Sakkizinchisi kundalik xizmatni o'rindashda qilishish, ya'ni kunda qilayotgan ish, xizmat yoki hunarlarni burunqidek qisqa vaqt ichida yoki tez suratda unumlik tamomlayolmaslikdek ahvollar ko'rilishi mumkin. To'qqizinchisi oson ezilib ketish, yo'linishni farq etish qiyinlashish, ya'ni burun davomli berib turadigan yerga planlagan vaqtda borolmaslik, yo'lda ezilib ketish yoki bak munosabatli bo'lmagan yo'llarni cho'gilab ketish yoki bo'lmasa shu cho'ng tipdagi mol sotib olish markazlarida mashinasini qo'yib qo'ygan vaqtida uni topolmaslik. 10-si yenilik va yoki o'zgarishga moslashish qiyinlashish. Ya'ni yangi muhit yoki yangi sharoitga borgan vaqtida damallikqa uniga ko'nolmaslik, uniga ko'nish uchun uzun muddat ketish va yoki shu sabablardan yangi muhit, yangi o'zgarishlarga yuzlanishni yaxshi ko'rmaslik, ya'ni o'zini qochirish. Bu alomatlar shu divanlik kasalligiga qadam qo'yishdan burun ko'riladigan alomatlar bo'lib, agar bundaq kishilarda yetarli tadbir ilinmasa, bora taraqqiy qilib divanlik kasali kelib chiqishi mumkin. Divanlik kasalining taraqqiyot bosqichlari. Divanlik kasali men yuqorida deb o'tgandagidek ost xarakterlik bir kasallik bo'lib, uning taraqqiyot jarayoni nihoyat uzun bir bosqichni boshdan kechirdi. Bu divanlik kasallikning taraqqiyot bosqichlarini va yoki uning ig'ir yengilligini tövandagidek 4 xil darajaga yoki 4 xil bosqichga bo'lish mumkin. Birinchisi yenik darajadagi aqliy to'salg'u bosqichi bo'lib, bu bosqichda men yuqorida deb o'tgan divanlik kasalligining dastlabki alomatlari bir qadar taraqqiy qilgandan keyin bu bosqichga kirdi. Ya'ni shu qisqa vaqtlik esda saqlashni esda saqlash to'salg'iga uchrash yoki xotirasini yo'qotish yoki qisqa vaqtlik ba'zi ishlarni unutib qilish degandagidek ahvollar tadrijiy ig'irlashgandan keyin shu divanlik kasalligining birinchi bosqichi bo'lgan yenik darajadagi aqliy to'salg'u bosqichiga kirdi. Uningdan keyin ikkinchi bosqich, ya'ni yenik darajadagi divanlik bo'lib, u bosqichda shu tonish va bilish iqtidori to'salg'iga uchrash, esda tutish qobiliyati tuvanlash, gangrash, mijozi o'zgarish, yo'ldan ezib ketish, davomli qilib kelayotgan ishlarini va xizmatini tamomlash qiyinlashish degandagidek ahvollar ko'rildi. Uchinchi bosqich bo'lsa, o'tirol darajadagi divanlik bosqichi bo'lib, bu bosqichda yuqorqi alomatlar uzluksiz ig'irlashgandan boshqa bo'libmi shu mijozda ko'zga ko'rinarlik o'zgarishlar paydo bo'ladi. Atrofdagilardan sababsiz gumonlanadigan ahvol kelib chiqadi. Kundalik turmush va xizmat texmi qiyinlashadi. Uningdan keyin eng oxirgi, ya'ni 4-bosqich ig'ir darajadagi divanlik bosqichi bo'lib, insonlar bu bosqichga kirgandan keyin kasallik alomatlari texmi ig'irlashib, aloqalashish iqtidorini yo'qotib, kundalik turmush va xizmatda butunlay boshqalarga tayinadigan ahvol kelib chiqadi. Ya'ni bundaq bosqichga kirgan kishilar o'zining kundalik turmushi va xizmatini hargiz o'ziga tayinib ado qilolmaydi. Turmushda, xizmatda butunlay boshqalarga tayinishga ehtiyojli bo'ladi. Divanlik kasalining turlari. Men yuqorida deb o'tgandek, bu divanlik degan taq bir kasallik bo'lmasdan, balki shu
xotirasini yo'qotib qo'yish qatorliq kasallik alomatlari ko'riladigan bir necha turlik kasalliklarningki o'rtaq ismi bo'lib, bu divanlik kasali deganimiz tuvandagidek 9 xil kasallikni o'z ichiga oladi. Uning birinchisi Alzheimer kasali. Bu eng ko'p uchraydigan kasal bo'lib, ikkinchisi Lewy body divanligi, uchinchisi aralashma divanlik, to'rtinchisi Parkinson kasali, beshinchisi Huntington kasali, oltinchisi oldi miya divanlik kasali, yettinchisi normal besimliq suluq miya kasali, sakkizinchisi miya orqa postliq qavati yidab qilish kasali, to'qqizinchisi Down sindromi. Bu kasalliklarning hammasida mushu divanlik kasallik alomatlari ko'rilganlik uchun bu kasalliklarning hammasini qo'shib biz divanlik kasali deb ataymiz. Endi yuqori deb o'tgandek, Alzheimer kasalligi divanlik kasalining eng ko'p uchraydigan bir turi bo'lib, u esda tutish qobiliyati va boshqa tonish iqtidorini yo'qotish sababidan kundalik turmushga ig'ir darajada ta'sir ko'rsatadigan bir xil kasallik. Alzheimer kasalligi divanlik kasalligininki 60-80% egallaydi. İnsanlarning umrining yetib berishi, yaşanğanlar sonining ko'payishi va an'anaviy oila qurilmasining o'zgarishiga ergishib, Alzheimer kasalligi mush yaşanğanlar duch keladigan eng muhim sog'lomlik masalalarining biriga aylanmoqda. Ya'ni bizning yeshimizning cho'ng'ishiga ergishib, mushu oramizdagi divanlik kasallik giribtor bo'lgan insonlarning soni ko'paymoqda. Mundaq chiqqan vaqtida biz agar yetarlik uzun ömür yaşayalasak, hammamizningki bu xil kasalga giribtor bo'lish ehtimolimiz bor deganlik. Undaqda bu Alzheimer kasalining sababi qandaq yoki nima sababdan insonlar Alzheimer kasaliga giribtor bo'ladi degan vaqtida Alzheimer kasalligining konkret sababi texi aniq emas. Ammo hozirgi tadqiqot natijasiga asoslangan vaqtida miya oqsil normal ishlamaganlikdan cho'ng miya hujayralari, ya'ni nervi hujayrasining xizmati qalaymaqonlashib, bir qator yomon oqibatlarni keltirib chiqaradiganligi, nervi zaxmiga uchraydiganligi, ondan bu nervlarningki bir-biri bilan bo'lgan aloqasini yo'qotib, oxirida nervi hujayralarining o'ladiganligi, natijada miyada yuz bergan bu xil zaxmining kengayishiga ergishib Alzheimer kasalligiga paydo bo'ladiganligi ma'lum. Alzheimer kasalining paydo bo'lishidagi xatarlik omillar qandaq omillar degan vaqtida birinchisi yosh, ya'ni Alzheimer kasali 65 yoshdan yuqorilarda ko'p uchraydigan bo'lib, yoshning cho'ng'ishiga ergishib Alzheimer kasaliga giribtor bo'lish xatari oshib mangdi. Ikkinchisi, yenik darajadagi bilish, tonish to'salg'usi bor va unutqoq kishilarniki Alzheimer kasaliga giribtor bo'lish xatari yuqori bo'ldi. Uchinchisi, miya zaxmisi, ya'ni har qanday sababdan miya zaxmiga uchirgan kishilarning Alzheimer kasaliga giribtor bo'lish xatari yuqori bo'ladi. Tadqiqot natijalariga asoslangan vaqtida hozir butun dunyo miqyosida tarqayotgan bu vaboga giribtor bo'lib saqaygan kishilar ichida bir qism kishilarniki Alzheimer kasaliga giribtor bo'lish xatarining yuqorilaydiganligi ma'lum. Ya'ni u vabo giribtor bo'lib saqaygan kishilarniki taxminan 30% dan ortiqi kelgusida Alzheimer kasaliga giribtor bo'lishi mumkin deb qaralmoqda. To'rtinchisi havoning bulg'anishi, ya'ni bulg'angan havodagi
mushu har xil ziyonli moddalar vaqtning o'tishi bilan miyada ba'zi zaxmlarni paydo qilib, kishilarninki Alzheimer kasaliga giriftor bo'lish xatarini yuqori ko'tardi deb qaralmoqda. 5-si ko'p aroq ichish. Spiritmi mushu nervi hujayralarini zaxmi qilib, ko'p aroq ichgan kishilarninki mushu Alzheimer kasaliga giriftor bo'lish xatarini yuqori ko'taradiganligi ma'lum. 6-si yaxshi uxlamaslik yoki uyqusi qalaymaqan kishilar. Yaxshi uxlamaganda yoki uyqusi qalaymaqan bo'lgan vaqtida miya yetarlik aram ololmaslik tufaylidan bu kishilarninki yishining cho'ngishiga ergishib Alzheimer kasaliga giriftor bo'lish xatarining yuqorilaydiganligi ma'lum. 7-si semiz, yurak qon tomir kasali, yuqori qon besimi va diabet kasali qatorliq ba'zi oz xarakterlik kasalliklar bor kishilarninkimi Alzheimer kasaliga giriftor bo'lish xatarining yuqori bo'ladiganligi ma'lum. Undaqda bu Alzheimer kasalining oldini olishda biz nimalarga diqqat qilamiz yoki qanday qilgan vaqtimizda bu Alzheimer kasalining oldini ola olamiz deganda, Alzheimer kasallari oldini olish qiyin bo'lgan kasallik bo'lib, garchi hozir uning oldini olishda unumli bir usul bo'lmasa-mu, biroq tövandagi tadbirlarni olish orqali uning xatarini tövallatgili yoki uning taraqqiyotini ostlatqili bo'ladi. Birinchisi, miya zaxmisidan saqlanish. Ya'ni miyada zaxm paydo qiladigan har qanday xatarlik omillardan saqlanish. Bu bizningki kelgusida Alzheimer kasaliga giriftor bo'lish xatarimizni tövallatadigan muhim bir omil. Ikkinchisi, amal bor, havosi bulg'anmagan joylarda yashash. Ya'ni havo bulg'angan vaqtida uning tarkibidagi ba'zi moddalar bizning miyamizga ziyon yetkazadigan bo'lg'achqa, biz amal bor muhit, havosi bulg'anmagan joylarda yashash orqali bu Alzheimer kasaliga giriftor bo'lish xatarini tövalta olamiz. 3-si ko'p aroq ichmaslik yoki aroq ichmaslik. 4-si yetarlik uxlash, ritmli uxlashga ahamiyat berish. Ya'ni miyani yaxshi orom oldirish. 5-chi izchil badan chiniqtirish. Badan ig'irligini yaxshi kontrol qilish. 6-si yurak qon tomir kasali, yuqori qon besimi, diabet kasali qatorliq oz xarakterli kasalliklarga giriftor bo'lgan vaqtida ularni vaqtida davolash va yaxshi kontrol qilish. Bu orqali biz kelgusida bo'lib yashangan vaqtida Alzheimer kasaliga giriftor bo'lishninki xatarini tövalta olamiz yoki uning oldini olishda belgilik foydasi bo'ladi. Bugungi bu divanlik kasali va Alzheimer kasali to'g'risidagi qisqa leksiyani bu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat bilan anglag'ininglarga ko'pdan ko'p rahmat. Allah hammamizni salomat qilsin, ömrimizni uzun qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.